qo'yingiz ozib ketyapti. Buni sababini bilmayapsizmi? Unda zarar ko'rasiz. Men sizlarga hozir qo'y ozib ketishi yoki semirmasligi, umuman olganda o'zgarmasligi haqida sabablarni sanab beraman. Birinchi sababi albatta qurtlardan, gijjalardan tozalanmaganligi. Ya'ni qurt ichida xil parazitlar, gijjalar borligi sababli u qancha yesa ham oshqozoniga o'ziga singmasligi, hazm bo'lib, o'ziga et olmasligi. Ikkinchi sababi qo'ydagi har xil jarohat, travmalar, oyoqlari qayrilib qolishi, tirnog'i o'sib ketishi, tirnog'ining ichidagi yiringlar mixirib ketishi, qattandir yara bo'lib shilinishi yoki qo'chqorlar suzib uni may qilib qo'yishi. Keyingisi u bo'kib qolishi. Qo'yni постоянный rejimda boqmaslik oqibatida birda ko'p, birda kam ovqat berish oqibatida qo'chqorlar tez bo'kib qoladi. Qo'y to'ydim degan narsani bilmaydi. Qo'yni to'ygani, bo'kkani deyishardi oldingilar. O'shaning uchun qo'yni rejimda постоянный bir xil me'yorda ovqatlantirish kerak. Bo'kdimi bitta almashtirishingiz kerak bo'ladi, ya'ni kutishingiz kerak bo'ladi. Yana bo'kib o'ziga kela olmayaptimi, bo'ldi. Qo'y o'zgarishdan to'xtaydi. Shuncha qo'y boqib nimani tushundim? Shuncha qo'y boqqaningizdan keyin qo'y kasal bo'ladigan bo'lsa, nimadandir stressga tushadigan bo'lsa, qo'rqadigan bo'lsa yoki qanaqadir travma oladigan bo'lsa, tez vес tashlayveradi. Ayniqsa bu qo'chqorlarda bilinadi. Buni qo'y boqqan kunlar juda ham yaxshi bilishadi. Yana bitta katta sabablardan biri o'ziga yarasha ozuqa, kerakli protein moddalar yetishmasligi. Protein deganda noto'g'ri tushunmanglar. O'sha o'zimizga postoyanno beradigan yemlarimiz, ozuqalarimiz, vitaminlarimiz kiradi. Har doim ham bir xil tempda boqadigan bo'lsangiz, har doim ham bir xil narsa bilan boqadigan bo'lsangiz, qo'y tez me'dasiga tegib qoladi, o'zgarish bo'lmaydi. Yana bir sababi noto'g'ri qo'chqor tanlashdi. Bilmasdan turib, boshqa odamga ishonib, ya'ni olti-otalarga ishonib borib qo'y olasiz. U qo'y sizdan oldin qanaqa kasal bo'lgan, nima qilgan bilmaysiz, nima yegan bilmaysiz, olib kelib yem yedirasiz. Kattarog'ini olib qo'ygan bo'lasiz, ya'ni qarirog'ini tanlab olib qo'ygan bo'lasiz, arzonroq deb u o'zgarmaydi. 4 oy 5 oy boqsangiz ham o'sha olganingizdacha vesa turgan bo'ladi. Ana o'shanda bu yana bitta shu minuslardan bittasi hisoblanadi. Ko'p donli yeguliklar, donli yemlar berganda qo'ylarning tishlari eng ko'p makkada bo'ladi, sinib ketadi. Katta qo'ylarni yoki yosh qo'zilarning tishlari sinib ketadi. Ko'pchilik butun makka beradi. Makka berish oqibatida uni qo'y tishi 1-2 oy ichida sinib juda ham tekis bo'lib qoladi. Ana o'shanda umuman qo'y o'zgarmaydi. Ya'ni shu qo'yda o'zgarish bo'lmaydi, chunki ovqatini yomaydi, yaxshi yegani hazm bo'lmaydi. Bularni oldini olish, hamma chora-tadbirlarni ko'rish bizning kanalda bor. Ko'rib videolarni bitta-bitta olib tanishib ketsanglar bo'ladi. Sizlarning qo'ylarda qanaqa holatlar kuzatiladi, yozib ketinglar, ularga ham yechim topamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, bundan ham yaxshi kontentlar xudo xolasa chiqarishga harakat qilamiz.